Men juda ham ko'p kurslar oldim, konsultatsiyalarda qatnashdim, lekin yechim yo'q. Buni sababi nimada? Buni asosiy ikkita sababi bor deb hisoblayman. Birinchisi bu shoshilish. Aytib o'tganimdek, har bitta vaziyatda chuqur ildizini o'rganib, keyin uni yechimini qidirish kerak. Biz esa tez va hozir shu zahot hamma narsa o'zgarishini xohlaymiz va bu holatda faqatgina ssenariy takrorlanadi. Ikkinchisi bu niyatimiz. Bizda ko'pincha hayotda nimanidir o'zgartirish xohlaganimizda natijada nima kutamiz? Boshqa inson o'zgarishini, tez boyib qolishimizni, tez yengishga kirishimizni yoki tez xullas tashqaridagi vaziyat o'zgarishini. Aslida esa meni niyatim qachonki shu vaziyat meni o'zgartirsin va bu aslida meni o'zgartirish uchun keldi va birinchi bo'lib o'zim o'zgaraman deb o'zimni xulq-atvorimni tarbiyalaganimda keyingina ancha vaqtdan buyon qilayotgan amallarim natija berishni boshlaydi. Agar sizda ham aynan shunaqa muammo bo'lsa, sizni Shukrona loyihamga taklif qilaman. Izohlarda Shukr so'zini yozib qoldiring va sizga yopiq Telegram kanalimga havola yuboraman.